Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana Bahojon Pabugan. Biz hamma video qilib chiqyapti-yu, xuddi shunaqa qilib turib, mana To'fanni hamma tanisa kerak. YouTuber To'fan. Короче, o'sha paytida top 1 ga chiqqan, ya'ni mana yetakchilar bo'limidagi umumiy reytingda top 1 da turgandi, mana YouTube tezerni o'rnida, birinchi o'rinda turgandi. Bu YouTube tezerlar, ya'ni oldin nomi Iran edi, hozir o'zgartiryapti. Bilmayman nimaga o'zgartirgan. Короче, ular To'fanga shunaqangi ban berganki, shikoyat ustiga bosgan, keyin pastroqqa tushib, boshqani ustiga bosib, T kattada T-A-ming up, keyin 3 nuqta qo'ygan, keyin shikoyat bergan. Buni kuniga o'sha har kuni bersanglar bo'laveradi, buni cheklab bo'lmagan. Mana Diako Gamer degani ham buni bittasi, ya'ni o'sha bonuslardan bittasida. Sherigi uni. Bunga ham xuddi shunday qilib turib, shikoyat ustiga bosib, boshqa Teaming up. T-A-ming up. Mana. Oppoq oson. O'zbekiston uchun hamma bemalol bersa kerak. O'zbekistonliklarni ko'tarayotgan ko'p youtuberlar bor deb aytgandim o'tgan videoda. Misol uchun, men 5-o'rinda Lapar Davron turibdi. Keyin mana 9-o'rinda Lapar Baron turibdi. 11-o'rinda Tabasco. Keyin bularning hammasi YouTube'da stream orqali buni ko'taryapti. Ya'ni o'sha akkauntini toplarga olib chiqyapti o'zbeklarni. O'zbeklardan ko'pi bor. Pastroqda ham mana yana bitta bor ekan, 41-o'rinda Stiger Hoji 7 degani bor ekan. Barakallo, shunaqa o'zbeklarimiz ko'taryapti. YouTube Quattro brat shu yerda ekanlar, ular ham ko'taryaptilar. Element brat, To'fan bratlar ham qanaqadir nomi UZB Powermidi, nimadir edi. Nomi bilmadim, shunaqa edi. Endi o'sha akkauntni kuchaytirishyapti edi. Yana bitta 85-o'rinda yana bitta TV Rir degani o'zbek bor ekan. Buni tanimayman, YouTuber bo'lmasa kerak. Chunki men YouTuberlarning ko'pini taniyman. Bundan tashqari 100 dan tepalarda yurgan qancha o'zbeklarimiz bor. Shu To'fan uchun bir dona kuniga 1 minut yoki 1,5 minut vaqtlaringlarni oladi. Shu qiyinmi do'stlar? Agar o'zbeklar hammamiz birlashsak, arablar ham bizdan cho'chib qoladi. Короче, video sizlarga yoqqan degan umiddaman. Bu o'zi aslo yoqqan yoki yoqmagan videoga chiqarmadim. O'sha o'zbeklarni birlashtirish uchun chiqardim. Hammaga rahmat, videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun. Kuniga 1 martadan men qanday o'rgatgan bo'lsam, xuddi o'shanday qilib qo'yinglar. Endi To'fanning akkaunti bandan chiqib bo'ldi. Men videoni kechroq chiqardim. Bundan xafa bo'lmaysizlar.